Qizlarjonlar, mana o'tgan darsda man sizlarga butun dunyo erkaklariga minnatdorchilik bildirish vazifasini bergandim. Bugun butun dunyo ayollariga minnatdorchilik bildirish vazifasini beraman. Mana butun dunyo erkaklariga minnatdorchilik vazifasi, mana o'tgan darsdagi vazifa bu sizlarga nima beradi? Bu eng avvalo o'zingizni ayolligingizni his qilishga yordam beradi. Erkakdan qanaqa farqingiz borligini bilishingizga yordam beradi. O'zingiz bilan yuzlashishingizga yordam beradi. Erkakni erkak deb ko'rishga, o'zingizni ayol deb ko'rishingizga yordam beradi. Erkakdan qancha minnatdor bo'la olsa ayol, o'zini ayolligidan shuncha minnatdor bo'la oladi. Qizlarjonlar, mana hozir butun dunyo ayollariga minnatdorchilik bildirish nimadan boshlanadi? Butun dunyo ayollariga minnatdorchilik bildirish onamizdan va onamizning matkasidan boshlanadi. O'sha o'tgan darsda aytganimdek, butun dunyo ayollari bu sizni onangiz. Sizni onangizni qirralari. Qaysiki ayolda, o'rtog'ingiz bo'ladimi, ishxonadagi kollektivingiz bo'ladimi, qo'shningizmi, opa-singlingizmi, xullas taniydigan qaysiki ayolingiz bo'lsa yoki dugonangizmi, u farqi yo'q. Siz tanigan har bitta ayol bu onangizni qaysidir qirrasi. Mana sizga yoqmaydigan ayol o'sha onangizni sizga yoqmaydigan qirrasi yoki onangiz doim ayollarda qoralagan qirralari. Sizga yoqadigan ayollar onangizga ma'qul bo'lgan ayollar yoki onangiz yaxshi deb hisoblagan ayollar yoki bo'lmasa onangizdagi shunaqa sifatlari bor qirralari, onangizni qirralari hisoblanadi. Xuddi shunaqa ayollarga minnatdorchilik bildirishda ham biz ajratmaymiz, yaxshi, yomon, muslima yoki bo'lmasa boshqa deb ajratmaymiz. O'sha aytgandek, ichadigan, chekadigan bo'lmishigacha biz minnatdorchilik bildiramiz. Aslida o'sha bo'lmishi ham sizni qaysidir joydagi qanaqadir holatingiz. Mana shunaqa bo'lmishga o'xshagan qaysidir holatingiz. Masalan, bir xilada bo'lishi mumkin, uyda hech kim bo'lmasa, bo'lmishdek bo'lib qolishingiz mumkin yoki bo'lmasa, xullas shunga o'xshagan baribirga ham o'sha ayollarda nimaiki ko'rayotgan bo'lsak, o'sha bizani ham qaysidir qirramiz. Chunki biz onamizga juda ham o'xshagan bo'lamiz, onamizdagi prinsiplarda yashaymiz, onamizni ko'pincha yo'llardan ketamiz. Keyin уже kattalar pozitsiyasiga o'tganimizda, bolalik pozitsiyasidan chiqib, o'zimizni mas'uliyatimizni olib, o'zimiz yo'limizni уже tanlash o'rganganimizda avtomatik o'sha sodiqlik qonunidan sekin-sekin anglagan holda уже chiqishni boshlaymiz. Minnatdorchilik qanaqa bo'ladi? Birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi o'sha aytganimdek onangizdan boshlaysiz, onangiz matkalaridan boshlaysiz va o'zingizdan boshlaysiz va o'zingizni matkalaringizdan boshlaysiz va o'zingizni ayolligingizni bildiradigan ayollik organlaringizdan boshlaysiz va butun dunyodagi o'sha ayollarga o'tamiz. Qaranglar, bitta kuzatib ko'rasiz. O'zingizni ayollik organlaringizga munosabatingiz qanaqa? O'zingizni jinsiy a'zoyingizga nisbatan ayollik, sizni ayolligingiz bildiruvchi jinsiy a'zoyingizga nisbatan sizni munosabatingiz qanaqa? O'zingizni ko'kraklaringizga bo'lgan, sizni ayolligingizni ko'rsatib beruvchi a'zoyingizdan, tana a'zoyingizdan yana bittasi ko'kraklaringizga bo'lgan munosabatingiz qanaqa? O'zingizni o'sha matkangizga, tuxumdoningizga bo'lgan munosabatingiz qanaqa? Mana shu bellaringizga bo'lgan munosabatingiz qanaqa? Mana ayollikni bildiruvchi yana bitta narsalardan bittasi mana shu bellar hisoblanadi. Baribirga ham qaysidir ma'noda bizning qomatimizni sal korreksiya qilib turadigan, ayollashtirib turadigan joylarimizdan bittasi. Masalan, o'sha umumiylikda oladigan bo'lsa, mana shu ayollikka xos bo'lgan jihatlarimizga e'tiborimizni qaratamiz, his qilib ko'ramiz. Qanaqa shu a'zolaringizga, shu organlaringizga nisbatan sizni hissiyotingiz qanaqa? Sizni ayollik organlaringizga bo'lgan nazaringiz, sizni o'sha jinsiy a'zolaringizga, ko'kragingizga bo'lgan nazaringiz, ularga bo'lgan munosabatingiz aslida o'zingizni ayolligingizga bo'lgan munosabatingizni ko'rsatib beradi. O'zingizni ayolligingizni qanaqa his qilishingizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun bugun biz ayollik organlarimizga, jinsiy a'zolarimizga ayolligimizni belgilab turuvchi va butun dunyo ayollariga va o'sha opa-singlimiz bo'ladimi, xolamiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha aytganimdek hamma butun dunyodagi ayollarga bugun minnatdorchilik bildiramiz. Yana esimdan chiqibdi, qiz farzandlarimizga, qiz bola nevaralarimizga bular ham kirish kerak. Yoki bo'lmasam kelajakda sizdan tug'iladigan qiz farzandlarga yoki sizdan tug'iladigan qiz nevaralaringiz bo'lishi mumkin. Sizni avlodingiz davomida uchraydigan qizlar uchun ham minnatdorchilik bildirsangiz bo'ladi.